ham tavallud topgan kunlariga fursatdan foydalanib onamizga chiroyli umrlar tilagan holda davramiz markaziga chiroyli qo'shiqlar bilan taklif etamiz. Onajonim, umringiz uzoq bo'lsin. Tavallud ayyomlari shirin kunlaringiz muborak bo'lsin. Kela qoling onajon. Kutilmagan sovg'alar, surprizlar. Yoqdimi onajonim? Kutganmidingiz? Bilganmidingiz? Yo'q, bilmaganman. Siz ham sezmadingizmi? Meni qo'shnikiga chiqarishib yubordik kim bo'ladi deb o'yladingizmi? O'yladim endi. Bir bola qizlar kelsa, tanishlar kelsa, ashlab oldida o'yladim-da. Lekin hayolingizda o'tding bu darajada deb o'ylamadingiz, onajonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Bu sovg'ani, mana shunday chiroyli sizga surprizlarni kim qilgan deb o'ylaysiz? Taxmin qilib ko'ring-chi. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar, singlim, kelinlar, qizlarim, mana qo'ni qo'shnilarim, mahalla ko'yim, hammasiga rahmat deyman. Birgalikda qilishdi deb o'ylayman.
Rahmat aytganingiz bo'lsa, hozir kimligini aytaman. 4 shami o'chirib olaylik, bo'lmasa hozir erim ketadi. Yana o'chib qolmasin. Voy ana, qarsa kelamlar. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin onajonim. Bu surprizni eng asosiy sababchisi sizni qizingiz bor ekan, uzoq yurtlarda ishlab yuribdi ekan. Ismlari Navro'zaxon hamda Alibek. Shular bizni taklif qildi. Takliflarga binoan tashrif buyurdik. Borib onajonini chiroyli tabriklab keling deb. Va sizga mana shunaqa Turkiyadan chiroyli sovg'alarni jo'natib yuboribdi ekan. Nima ekan? Massajyor ekan. Mana shunda chiroyli massajlar qilib, yanada yosharib, yanada go'zal bo'lib yuring. Qo'shaloq bayram ham 8-martga onalar bayramiga sovg'a, ham bugun Shodiyona kunimizga chiroyli sovg'a. Turkiyada yurgan Navro'zaxon, Alibek nomlaridan. Alibek kuyovlari bo'ladimi? Kuyov bolasi ekan. Turkiyalardan kela olmadi. Onasini tug'ilgan kunlarida bo'la olmadi. Turkiyalarda tinmay chopgan, onamga deb, yaqinlarimga deb picha dollarlarni topgan. Telefonlarda g'avg'a qilgan, onajonisiga mana shunday chiroyli sovg'alarni hadya qilgan. Telefonlardan, WhatsApplardan tabriklarni yo'llab turgan onajonim Navro'zaxon bilan Alibek Turkiyada bo'lsa ham chiroyli sovg'alar bilan, chiroyli so'zlar bilan sizni hamisha qo'llab turgan Navro'zaxon Alibekka ham rahmatlar aytamiz. Alloh rozi bo'lsin. Mana shunday onajoningizga qilgan sovg'alarni Allohim mingini bersin. Ilohim hamisha ham vaqt yaqinlaringiz baxtiga sog' bo'ling va shu Turkiyada yurgan qizingiz Navro'zaxon hamda kuyovingiz Alibekka bitta chiroyli duo qilib berasiz onajonim. Ya bolam Alibekka, barcha mashayikhlarga, hammasini tarjonlarim sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Menga shunchalik meni shuna qutlab, muboraklab, tabriklar jo'natibdi. Bular ham bola chaqasidan shunaqalarni ko'rsin, to'rlariga chiqib o'tirsin, kelinlar olsin. Nabiralarni baxil bo'lishlikka Alloh nasib aylasin. Yo bolamga ham ming rahmat. Turkiyada turib shunchalik meni e'zozlaganiga katta rahmatlar aytaman. Hamma bola chaqam uchun. Singillarimga, qo'ni-qo'shnilarimga, mahalla ko'yimga hammasini shunaqa birgalikda, shunaqa tug'ilgan kun, bunaqa bayramlarda birgalikda kutib, ro'za iftorlarni birgalikda qilishini Allohdan so'rab qolaman. Ilohim aytganingiz bo'lsin, qo'shaloq bayramlar muborak bo'lsin. Davramiz markaziga Nilfarxon, Nargizaxon, Nodiraxon qizlaringiz bor ekan. Shularni taklif qilsak, onajoningizga chiroyli tabriklarni yo'llab qo'yasizlar. Shohsanamxon, Shahnozaxon degan nabiralaringiz ham bor ekan. Bir-biridan go'zal, bir-biridan chiroyli qizlarimizni davramizga taklif qilamiz. Hammalarni yana bir bor mana shunday bahorni go'zal bayramlari bilan tabriklab qo'yamiz. Qani qizlar qatorlashib berilganlar, onasini tug'ilgan kunlarida suyunganlar, davramiz markaziga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Bizning xonadonimizga kelgan aziz mehmonlar, qadamlaringizga salom. Bugun mana ayollar bayrami 8-mart ham onajonimiz 72 yoshini bahorda qarshi olyapti, tavallud ayyomlari. Men fursatdan foydalanib onamga uzoq umr, salomatlik tilayman. Hamisha mana shunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yursin, iloyim yuzlariga kirsin, 150 yoshlarga kirsin. Shunda ham hamisha mana shunday yosharib, o'ynab, kulib, rohat farogatda yashashlarini Allohdan so'rab qolamiz. Yana bir bor xush kelibsizlar. Assalomu alaykum aziz avvalo bu xonadonga xush kelibsizlar. Hammadan kelganlar. Mana bu tavallud ayyom kunlari ekan. Men shu fursatdan foydalanib opamga yana ham bunday uzoq umrlar tilayman. Bolalarini kamolini ko'rdi, endi nabiralarni ham kamolini ko'rishini tilab qolaman. Hammamizga shunaqa kunlarni nasib qilsin. Bundan ham uzoq yashab, bolalarni boriga hamisha tinchlik, sog' omon bo'ling. Aynen onu getirdim.
Ayağım hemen kutlarımızı hemen baktığımızı sağ olun. Assalamualaikum. Aziz mehmonlarimiz mana shu bugun opamni tug'ilgan kuni bo'larkan hammamiz shu opam yosh yumshoq yaxshi ayol bo'lishni xohlaymiz. Hamisha opam tan joylari sog' bo'lsin. Shu yoshgacha kelganimizda bizga qandoqlik qilmagan hamisha pul beramiz, yaxshi ketadi. Hamisha opam yuzlarga kirsin, dumlab yoshga yersin. Hamisha opam tan joylari sog' bo'lsin. Bolalarni qo'liga olmayın opa. Bunu bir arayam omad Allohim yana ham bersin. Bolalarga ming rahmatlar rahmat. Şükrana gününüz mübarek olsun. Bunaqa umrlarni uzog'ini yanadam ko'pini ko'ring. Doim sog' salomat bo'ling. Qizlaringizni, nevaralaringizni baxtiga. Endi doim sog' salomat bo'ling. Yaxshi kunlarni Rahmat aytganingiz uchun bitta qo'shiq ijro etamiz. Onajon farishtonim qo'shiqlarini. Ana undan keyin tabriklarga yana navbatni beramiz. Qo'shnilar, qarindoshlardan bormi tabrik yo'llaydiganlar kimdan taklif qilaylik? Qani kelinglar. Ana undan keyin chiroyli ketma-ketlikda qo'shiqlarni ijro etamiz. Mazza qilib bugungi bayramni haqiqiy bayram qilib onajonim munosabati bilan mana o'yinlarga tushib, chiroyli xursandchilik kunlarini birgalikda davom ettirasizlar. Yaxshi ham bugun tug'ilgan kuningiz ekan mana onajon. Shu bahona ayollar mazza qilib olyapti. Kim ekan? Navro'zaxon. Gurpavoy. Assalomu alaykum. Nilufar opa, Navro'zaxon. Onajonga chiroyli tabriklar bo'lsa, mikrofonda tutib turibmiz. Gapirib olinglar mana. Yaxshi, kel. Gününüz kutlu olsun, kadınlar gününüz kutlu olsun. Allah nice günler Teşekkür ederim. Teşekkür deyapti. Teşekkür ederim diyor. Voy, Türkçe Narus, tanıysiz, tuzuyumsiz. Tamam.
Allah'ın imkanını yaptım. Daha yaptılar. Daha onlarca var. Nasıl kısım. Rahmat. Bizi kolumuzdan bir yani şu oldu bizi. Rahmat kızım, rahmat. Rahmat. İşte oğul balanın işini kıstılar, rahmat. O'zi ana rostdan o'g'il bolani ishlabsiz, mana o'g'il yo'q ekan. Rahmat. Alibekka ham salom degan, rahmat. Nilufar opani ham tabrigini olamizmi Rossiyada? Endi bunisiga spasiba deymiz-da. Allah sizga nafas Assalomu alaykum. Rahmat, rahmat kızım. Rahmat. Rahmat. Rahmat ilohim, aytganingiz bo'lsa, yaxshilik kunlarda shunaqa onajoningizni doimo o'g'il yo'q ekan, 4 o'g'ilni o'rnini bosib, Xudo xolasa har yili shunaqa chiroyli syurprizlar qilib inshaalloh Alloh ilohim nasib etsin. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Rahmat kattakon. Demak, tabriklar bo'lsa, tabrik yo'llab olamiz qani qo'shnilardan. Shohsanaxon bormi? Qarindoshlardan. Rahmat bizam hammalarga ayraminglar Olajonim yana chiroyli shunaqa kunlaringizda ko'p birgalashib shunaqa chiroyli kunlar o'tkazishinglar. Iloyim sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum. Rahmat, Javohir qo'shiqlari ekan. Javohir qo'shiqlari bilan chiroyli qo'shiqlarni ijro etamiz. Markamizga taklif qilamiz, endi qarab turish yo'q bu yog'i. Endi faqat o'yin kulgi. Yana bir bor tavallud to'yimiz muborak bo'lsin onajonim, birgalikda opa singillar bilan opa singillari. Qani? Nasika selam edin, kerime ozana ağladı. Ey bacca kuşam edin, selam kuşam edin. Nasika selam edin, kerime ozana ağladı. Ey bacca kuşam edin. Anamına yıladım attı, tamam ki çiçek yaparım attı. Daha kucu ne, başımda attı attı. Chiroyli qo'shiqlarni ijro etamizmi? Yana tugamdi? Onalarimiz erkib qoldi. Demak, onajon, bugungi kun mana shunday chiroyli xursandchiliklar yoqdi degan umiddaman. Oz bo'lsa-da o'ynalib ketdi. Oxirida o'tirib zerikdi. Qaysi qo'shiqni ijro etdi? Xo'p, milliy popuri qani? Chiroyli taronalarni ona
onajon, xo'p bo'ladi. Onajonimizni taklif qilamiz. Yuragi jo'shib ketdi oxirida. Haqiqiy syurpriz. Ha, oxirga poylab turadingizmi? Ha, onajon bekarga o'tirmagan ekan. Demak, chiroyli taronalarni ijro etamiz birgalikda. Oxirida bo'lsam eng zo'ri finalda bo'ladi. Haqiqatda eng zo'r ekansiz, mana finalda o't qo'yib qo'ydingiz, portlatib qo'ydingiz. Yonayotgan cho'g'ni olovlatib qo'ydingiz. Onajon, umringiz uzoq bo'lsin, shunaqa 100 yoshlarda ham opa-singillar birgalikda chiroyli raqslarni o'ynab, mana shunaqa xursandchilik kunlarda birga bo'lish Alloh nasib etsin. Ana endi onajonim farzandlarga bitta chiroyli duo qilib berasiz. Oz bo'lsa-da sizni ko'nglingizni ko'tardik degan umiddamiz. Xursandchilik kuninglarga xursandchilik qo'shganimizda albatta biz ham xursandmiz. Chiroyingiz gullar naslidan, go'zallarning naqsiz ona, qolishmaysiz bahor faslidan, siz hammadan eng yaxshisiz ona. Borligingiz baxtimdan darak, so'zingizdan sevinar yurak. Ming yaxshilar menga ne kerak? Siz hammadan yaxshisiz ona, siz hammadan yaxshisiz ona. Onalarimiz hamisha hamvaqt farzandlari uchun hammadan yaxshi bo'lar ekan. Doimo umringiz uzoq bo'lsa, ana endi bitta chiroyli duo qilib berasiz onajon. Oxirida 40gacha bering. Yo'q, zo'r lekin mana duo qil bola. Rahmat. Xush kelibsizlar. Ani ilohim. Avvalo yurt olamimiz tinch bo'lsin. Shohlarimiz tinch bo'lsin. Mahalla ko'y el yurtimiz tinch bo'lsin. Shu yerga kelganlar ham hammasi bola chaqasidan tinch bo'lsin. Kelganlarga qilar kuy bo'lsin. Mana shunday yurish ishlari hamisha bardavom bo'lsin. Opam ham shu bolalarni umri ulug' bo'lib, bolalarini tanchayib, sog' bo'lsin, bularga qo'shilib o'zini ham tanchayib, sog' bo'lsin, bolalarini kamolini ko'rsin, nabiralarni kamolini ko'rsin. Hamisha ham shunday yurishlar hammamizga nasib qilsin. Bu kelgan qizimizga ham rahmat, bolalarini orzu havasini ko'rsin.
Tanıcanları sağ olsun. Toylar kısım, toylarına taklif kısım boraylık bizem. Endi tanımasam bu kelgan oğlumga ham rahmat. Ömrü uzun rizqi bo'lsin. Uylanmagan bo'lsa chiroyli qizlardan nasib qilsin. Uylangan bo'lsa bola chaqalarini orzu havasini ko'rsin. Ota-onasini davriga, ota-onasini qo'liga hamisha sog' bo'lsin. Bu kelgan bolalarimiz ham hammasini tan jonlari sog' bo'lsin. Bu yerda o'tirganlarni ham hammalarini tan jonlari sog' bo'lsin. Hamisha shunday yurishlarimiz bardavom bo'lib qolishini tilab qolaman. Onajonim, shuning uchun har kun bir mahal o'ynab turing. O'ynasa yurak baquvvatlashar ekan. Xudo xolasa yuragingiz yana ham baquvvat bo'ladi. Ertaga ham o'ynang, indinga ham o'ynang. Har kun shunday har kuni bizni chaqirib tursangiz, shunaqa sizlarni o'ynatib turaveramiz. Inshaalloh umringiz uzoq bo'lsin, yaxshilik kunlarda diydorlashib yurish barchamizga nasib bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Sog' bo'ling.